Siz o'ylaganingizdan ham boyroqsiz. Ishonmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga 5 millionlik ma'lumotli kitobni sizlarga mutlaqo tekinga beraman. Ya'ni Little Omelet, David Bakning kitobi, moliyaviy savodxon bo'yicha yozilgan kitob. Bu kitob haqida bugun sizlar bilan gaplashaman. Bu kitob Asahidan 35 ming 40 mingga olsangiz bo'ladi. 100 gacha dastlabki qilib beradi. Lekin bu kitobni o'qisangiz, kerak bo'lsa $5000 berishga tayyor ma'lumotlar bor. Ya'ni sizni biror narsalarga ehtiyojingiz bor, lekin mablag' yig'a olmayapsiz, qarzlardan boshingiz chiqa olmayotgan bo'lsa, mana shu kitobni o'qing. Bu kitobda Zoya degan qiz bo'ladi. Ya'ni Zoyani hayotida yoritib beradi. Zoya kunlik qahvasini 1 yil davomida milliondan oshib ketishi haqida gapirib beradi. Keyin qanaqadir rasxodlarini chiqarib beradi. Misol uchun oddiy suv turibdi va Coca-Cola turibdi. Oddiy suvni ichsa ham bo'ladi, chunki oddiy suvni ichmasa yashay haqida shunaqa ma'lumotlar bergan bu kitobda. Ya'ni Zoya birgina suratni, unaqa qimmat bo'lmagan suratni ola olmaydi mablag' yig'ib va David Bak bilan tanishadi va gaplashishadi. Va 1 yildan keyin o'sha suratni sotib oladi va chet ellarga sayohatga chiqishni boshlaydi. Aytgancha, agar siz chet ellarga sayohatga chiqib shu uchun mablag' yig'a olmayapsizmi? Siz atiga $10 dan yig'sangiz, 1 yil ichida bitta tur sotib olishga pulingiz yetadi. Har oyligingizdan iloji boricha $10 qilsangiz, 1 yilda bitta davlatga nima desam mumkin, komfortda bora olmasangiz ham hamma qatori oddiyroq versiya, biznes versiyasida bora olmasangiz ham oddiyroq holatda borib kelishingiz imkoniyat bor. Ya'ni siz chet davlatlarni ko'rishingiz mumkin. Sizga maslahatim, Little Omelet kitobini o'qing va dunyo qarashingizni kengaytiring va moliyaviy dunyoda boy bo'ling. Moliyaviy dunyoda boy bo'lib yashashni o'rganasiz bu kitobda. Aytgancha, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Azizbek Muhammadkarim YouTube kanalida ko'rishguncha sizlar bilan Aziz Muhammadkarim bo'ldi. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman.